Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Olaman. Sizga pul bermayman. Nimaga? Qo'shmayman ham. Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Buni olish kerakmi o'zi? Yo, ehsonga qo'shish kerak. Ehsonning mukofoti faqat ehson. Qo'shamiz. Aka, обязательно qo'shamiz bunga. Yonimda yana ozroq bor. Uni kredit to'lamoqchi edim-da, maylimi? Rozimisiz? Roziman, duo qilib qo'ysin. Nodir aka, mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Nimaga? Yaxshilikka. Yaxshilikka bo'lsa, albatta qo'shamiz. Instar brendi nomidan aka. yetib borsin. Alloh rozi bo'lsin, Xudo xolasa egasiga yetib boradi. Assalomu alaykum. Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizga pul bermayman. Nimaga? Qo'shmayman ham. Faqat sizdan bitta iltimos, ehsonchingizga meni sherik qilasiz. Billa boramiz. Shu Bosim bobo choyxonasidan biz ham mehr ulashamiz. Kelishdik. Qani tashlang. G'ulom akam 2024-yil oktyabr oyi Rossiya Federatsiyasida ishga borib, baland etajdan tushib ketgansiz, to'g'rimi? Duo qilamiz. Alloh dardingizga shifo bersin aka. G'ulom aka, charchamang. Yaxshi bo'lib keting, xo'p akam. Mayli. Kishi kelganiga rahmat. Bundan ham ziyoda bo'lsin Ilohim ilovanda. Sizlarga ham Xudo barakasini bersin Ilohim. Sog' bo'lg'in, salomat bo'lg'in. Alloh akbar. Yaxshi insonlarimizdan yig'ilgan pullar hamda Bosimboning ehsonlari haqiqiy egasini topdi. Biz xursandmiz Alisher aka. Rahmat sizga katta. Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan ishlaringdan Alloh rozi bo'lsin. Men ham xursand bo'ldim. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizga obuna bo'lish va videomizga like bosishni unutmang.